Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz Samarqand shaharda ot anjomlar do'konimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganlaringizdek, otning ustiga letni yengilgina yopinchig'imiz. Ko'pchilik bizdan mana shu yopinchiq to'g'risida ma'lumot so'raydi. Narxi, sifati haqida gapiring deyishadi. Bizni kuzatishda davom eting. Ekranda yozib qoldirilgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Bizning manzil Samarqand shaharda joylashgan, mahallani ichiga ko'pchilik qidirib topolmayotgan ekan, bizga murojaat qilishdi. Google kartaga kirib, lokatsiya местоположениyaga kirasizlar. Sayfullo ot anjomlari deb yozsangiz, bizning lokatsiya chiqadi. Shunda qiynalmay topib kelishlaringiz mumkin. Ko'rib turganlaringizdek, otning yopinchig'i ichida astari bor. Har 10 santimetrda tikilgan, bog'laydigan o'zini arqon iplari bor, mana mustahkam. Letni yopinchiq, narxi 250 ming so'm. Bu yopinchiqni qizil rangi, qora rangi ham bor. Endi hozir ikkinchi yopinchiqni ko'rsatib o'tamiz, aziz obunachilar. Mana ko'rib turganlaringizdek, ikkinchi yopinchig'imiz rangi военный цвет. Buni ham ko'pchilik biladi, mana ichini ko'rsatamiz. Ko'pkariga minib kiriladigan yopinchiq. Narxi 250 ming so'm. Bu ham letni yopinchiq deyiladi. Bu yopinchiqni brizinli rangi bor, военный rangi bor, korishneviy, sariq, ko'k, har xil ranglarda tayyorlab beramiz. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek universal paylangan ot egar. Narxi 1 million 300 ming so'm. Luboy otga to'g'ri keladi. Universal ot egar. Bu tomonda esa mana chexol, mana shu egarning ustiga kiygiziladigan chexolimiz, bunday kiygizilib qo'yiladigan mana shunday chexollarimiz ham bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Chexollar narxi 150 ming so'mdan. Mana ko'rib turganlaringizdek, otning ko'krak fartuklari zakaz tariqasida tayyorlanadi. Otning laqabini yozib beramiz. Narxi 350 ming so'm bo'ladi. Bayrog'ini qo'yib, chiroyli qilib mana shunday xohlagan emblema bayroq qo'yib beramiz mana. Yulduzcha, 5 yulduz farqi yo'q. Buni narxi 350 ming so'm. 350 ming so'mga mana shunday bitadi. Ko'rib turganlaringizda kojinli jugan narxi 650 ming. Korishneviy, qora ranglari bor. Otning quloqli terlatmalari mana. Terlatmalarni zo'rlaridan. Narxi 120 ming, qora, qizil ranglarda bor mana. Ko'rib turganlaringizdek terlatmamiz. Kumush komplekt. Kimga kumush komplekt kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Kumush komplektni bu originali. Buni arzonroq variantlari ham bor. Hozir juda ko'pchilik arzon variantlarini bizga tashab, nimaga uni narxi unday, nimaga narxi bunday deyshadi. Toza narsa qimmat turadi mana. Ko'rishingiz mumkin, mana yon tomonlari shaybali, temirli. Unday primoy emas. Primoy bo'lsa arzon bo'ladi. Bu kumush komplekt. Egarini narxi 2 million so'mlik egar. Kumush komplektimiz ichida hozir mana shu yerda 5 ta narsa, egar bilan 6 ta. Shunda bo'ladi, narxi 5 million 800 ming bo'ladi. 2 million egarni olib tashasak, kumush komplekt 5 ta narsasi bilan 3 million 800 mingga bo'ladi mana. Mana shu narxlarda bo'ladi. Kimga agar отдельныйga original kumush jugan kerak bo'lsa, mana shaybali kumush juganlar bor, narxi 100 dollardan. Endi bu tomonni hozir ko'rsatadigan bo'lsak, mana dash juganlar bor. Otning bo'yniga galastiklarimiz bor. Dash juganlar 250 ming, 200 ming, bunisi 350 ming. Juganlar har xil, mana ko'rib turibsiz, ranglari ham har xil. Ko'rib turganlaringizdek, O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavka qilamiz. Dastavka masalasida telefon qilib, o'zingiz manzilingizni aytganingizdan keyin o'sha joyiga qarab gaplashiladi. Endi bu tomonda ayil pushtonlarimiz bor mana. Kojinli. Ko'pchilik bizdan so'raydi mana, kojinli. Chista teri, temiri latumdan tayyorlangan. Narxi 400 ming. Ayillarimiz 80 mingdan pushtonlar boshlanadi. 180 minggacha ayil pushtonlar bor. 100 ming so'mligi bor, 120 ming so'mligi bor, 60 ming so'mligi bor. Kimga qaysi biri kerak bo'lsa beraveramiz. Etik zashitnik plastmassiviy, original. Mana
Etik zashidnik plastmassa qo'yilgan. Narxi 250 ming so'm. Terlatmalar, dumaloq terlatma 60 ming. Qamchinlar 150 ming. Otni ko'chaga olib chiqqanda mana shunday pragulkaga iplarimiz bor, arqonlar mana. Ushashga udobniy. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qiling. Mana shu arqonimiz shu turishi, uzunligi 5 metr, narxi 70 ming so'm. Baquvvat tikilgan. Ko'rsatamiz. Mana ko'pchilik tikilganligini ko'rmaydi ekan. Endi bu tomonda chilgi jahaldiriqlarni kojinli rossiyskiy variantlari narxi 1 million 600 ming. Mana bu tomonda esa arzonroq variantlar narxi 850 ming. Ko'rib turganlaringizdek mana shunday chilgi jahaldiriqlar bor. Endi buni baxmalli varianti bor, mana yostiqchasi bilan 450 ming so'm. Qalin 3 qavat kigiz. Qalin yasalgan, yostiqchasi ham bor. Hozir qo'yib ko'rsatamiz. Mana yostiqchasi. Jazliq deyishadi ba'zi joylarda. Mana shu komplekt 450 ming. Otning oyog'iga zashitnik nagapkalar bor. Narxi 150 ming so'm. Rossiyskiy kigiz usti ochig'i bor mana 1 million 600 ming toza. Ko'rib turganlaringizdek, yostiqchasi ham qalin, usti ochiq. Tepada yana rossiyskiy kigizdan tayyorlangan chilgi jahaldiriqlar narxi 1 million 600 ming. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu rossiyskiy kigiz. Bu yerda bir ikkita ma'lumlar ham borda, ko'rib kommentariyada fikr yozishadi. O'zi bilmaydiki, rossiyskiy kigiz nima, qora kigiz nima. Qora kigiz mana unday bo'ladi. Hozir mana ko'rinyaptimi? O'sha bir ikkita ma'lumlar borda, o'shalarga bu video. Ko'rib turganlaringizdek, uzangilar 150 ming, 350 ming har xil uzangilarimiz bor. Etigimiz original etik mana. Narxi 2 million, razmeri 45, 46, 45 razmerlari bor. Eng zo'r etik mana shu. 350 ming, 400 ming so'mlik etikni tashlaydi. Endi u etik hisoblanmaydi, to'g'risi. Endi bizda etik hisoblanmaydi. Shunga mana zo'rini ko'rsatdik. Ko'rib turganlaringizdek, mana yopinchiqlar bor. Yopinchiqlar bu qishki yopinchiq. Videoni boshida yozgi letni yopinchiqni ko'rsatib o'tdik. Plashovkali yopinchiq narxi 400 ming. Qora yopinchig'imiz narxi 350 ming. Katta otlarga mo'ljallangan, yashil, qizil, ko'k ranglari bor. Agar sizda komplekt kerak bo'lsa, komplektda mana tayyorlab qo'yganmiz, narxi 700 ming bo'ladi. Kallasi bilan birga. Mana u tanasi, mana bunisi esa kallasi. Ranglari mana ko'rib turganlaringizdek har xil ranglarda tayyorlab beramiz. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Ko'rsatmagan anjomlarimiz bo'lsa, telefon qilib murojaat qilinglar. Qo'ldan kelgancha tayyorlab beramiz. Otlarga mana yolini taraydigan qashovlarimiz bor. Yopinchiqni qornini tagi bilan bor mana adiyolli. Toza adiyol mana ko'rinyaptimi? Mana. Qornini tagida ikkita ayilni o'zi qo'yganmiz, tayyor. Shuni otga borib ustiga taylanadi. Narxi 550 ming so'm. Aziz do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu videoni ot boqadigan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar.